Nechtadan fandan sertifikati bor o'quvchilar, jismonan baquvvat o'quvchilarimiz bo'lsa, ular ham psixologik testdan ko'pincha yiqilishgan. Nega? Har yili harbiy oliygohlarga topshirayotgan abituriyentlar ko'plari psixologik testdan yiqilishadi. Psixologik test o'zi nima? Agar sizda misol uchun ko'p abituriyentlar o'ylashadi, menda sertifikatlarim bor, jismoniy qovatim zo'r, ya'ni suhbatdan zo'r o'taman deb bemalol o'qishga kiraman degansiz. Va bu narsada ko'pincha psixologik test sotib qolishadi ularda. Psixologik test sizni zehningizda, sabr kosangizda, ya'ni qo'pol ta'rifganda, jahldor yoki jahldor emasligingizda yoki umuman dunyoga, siyosatga qanaqa qarashingiz, bundan tashqari siz o'zingiz rostgo'ymisiz yoki yolg'onchiroqmisiz, o'zingizni qanaqa tutasiz, atrofdagilarga qanaqa muomala qilasiz, zreniya, xotira, ko'z xotirasi, aqlli xotirasi, barchasini tekshirayotgan narsa bu psixologik test. Nega harbiy oliygoh psixologik test olinadi? Chunki harbiylar hamma tomonlama mukammal bo'lishi kerak. Nafaqat aqlan, balki jismonan, psixologik tomondan ham ular mukammal darajada bo'lishlari kerak. Psixologik test bo'lsa, bularni hammasini tekshirib berilgan imtihondir. Psixologik testda shuning uchun ham ko'pgina abituriyentlarimiz yiqilishadi. Va sizlarga kelajakda maslahatim, aynan ushbu imtihonga ham mukammal darajada tayyorgarlik ko'ringlar. Chunki o'zimiz aynan tajribalarimizda ko'rgan narsamiz, nechtadan fandan sertifikati bor o'quvchilar, jismonan baquvvat o'quvchilarimiz bo'lsa, ular ham psixologik testdan ko'pincha yiqilishgan. Shuning uchun ularga ham alohida e'tibor berishingiz talab etiladi. Agar sizga ma'lumotlarimiz qiziq bo'lgan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'ling.